Günlerning birida bir kishi sir eshigini minib, 7 kechik 6 dovondan eshib, qo'shni kentga bormoqchi bo'pti. Qara birodar, oldimizga 7 kechik 6 dovondan o'tsakla, qo'shni kentdagi tuqqanlarning uyiga yetib boramiz. O joyga berib, qo'saqni rasoat uyg'izib, buguncha u yerda orom elib, safarimizni atiga davomlashtiraylik. Albatta, sana yop-yeshil bo'g'izlardan bermadigina. Qani mang'ayli. Biroq ancha uzun mangmayla eshigi birinchi kechikdila suv ichibdi. Usab ketdingmi? Ichcha. Qonig'ich ichib ol. Ichcha. Eshak suv ichib bo'lgandan keyin uning safarini yana davomlashtiribdi. Bayla tıxı içib atatdı. Yana usab sende. Hey canavar. İççe. Aradan 2, 3 keçiklardimi eshak yana suv ichibdi. Bu qitimli yo'lovchi yana ta'xir qilib, eshkining suv ichib bo'lishini kutib turibdi. Hey, qara seni. Her bir keçikte bir qitim to'xtab, uzundan uzoq suv ichkil tursam, qo'shni kentga bog'icha oldimizni teqib bir necha kechik bor. Manzilga kech qolmayli yana. Tez bo'l janob, tez bo'l. Ha? Bag'ras, kimani axbar qilasan? Tomoshabinni sovuq tiqib elib, suv ichgan qiyofat ko'rib elib, uxlayotganini qara. Bu eshak. Yana o'rliqida. Yana meni oldig'ina. Men tek sana xo'shlikka borgan chaqda sana to'yg'idek bo'g'iz beraman deb tikaman. Ammo hechnim yo'q. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Sana beqib men, ishga beqib dan deb tikam. Sana o'rinli qilg'achqa meni kech qoldik. Endi sana suvmi yo'q, yemi yo'q. Yolg'onchi rizqidan qo'rqalar degan mana shu. Mana